Kvadrati 1.600.000 so'm, 1.5 million so'm yurgan eshiklar endi donasini qo'yib berildi. Videomizga bir laykni bosib, oxiridan ko'rib turinglar. Eshikni bepul kommentariya shovusini ham qo'yib beramiz. Assalomu alaykum. Usta, rostdan kvadratini emas, dona qo'yasiz? Avval dona qo'yamiz. Original eshiklar 1, 2, 3, 4 quloq, original rezbenka, jemshik set ulangan 08 lik materialdan bir eshikimiz 1.600.000 so'm bo'ladi. Dastavka, ustonovka ichida bo'ladi. Qarang, koronasi nalishnik 4 dona zamoki bilan birgalikdami? Zamoki bilan birgalikda. Olib borib berisham ichida. Olib borib berisham ichida bo'ladi. Men 5 eshik zakaz etadigan bo'lsam, nima aksiyasi bor? Bir eshikda abonni mut kirib beramiz. Mut. Obunachilarimiz uchun. Zo'rdan ham bir e'lon qilaylik. Zo'rdan emdek prashin eshiklarimiz hozir trendda bo'lib turibdi. 200.000 so'mlik zamovdan bo'ladi. Quloqlar ham qalin bo'ladi. Sifatına garantiya, yan boshdan ham ko'rsataverasiz, inan. Umuman defekt yo'q. Xudo xolasa bular kvadrati 1.300.000 so'mdan qo'yib berdik. Dastavka ustonovka? Ichida bo'ladi hamma narsasi. Xorazm, Qalafaq bo'ylab ustonovka bepul. Ichida bo'ladi. Xo'p, bu ishlaring? Bular shtuka yuradi. Bular ham 1.600.000 so'mdan bunday variant desa, bunday variantini ham qilib beramiz. Buni tayyorlatib berasiz buni? Avval tayyorlatib beramiz. Shtabklarning? Shtabklar kvadrati 1 million so'mdan. 1 million so'm. Avval. Bular ham kelishib ishlab beramiz. Telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Videomizga bir laykni bosib, kommentariyani yozib va albatta 5 dona yaqinlarga obunachimiz uchun kommentariya nom qo'yib berasiz. Bir eshikni mut qilib beramiz. Bir dona tayyor eshikni bepul qo'yib beramiz. Bir dona tayyor eshikni mut qilib beramiz, xudo xolasa obunachimiz uchun. Keyingi videomizda g'olibni aniqlaymiz. Videomiz albatta like, kommentariyani zo'rni yozasiz va kamida 5 yaqiningizga yarasiz. Kommentariyadan random asosida bir g'olibni aniqlaymiz.